Aritmiya o'zi qayerdan paydo bo'ladi deb ko'p bizga murojaatlar bo'ladi. Bu bemorlar orqali yoki bemorning qarindoshlari tomonidan beriladigan savollardan eng ko'pi shu savol hisoblanadi. Birinchi navbatda bilishimiz kerak, aritmiya yosh tanlamaydi. Bu chaqaloqda ham bo'lishi mumkin, bu 90 yoshli bemorda ham bo'lishi mumkin. Va ikkala bemorda o'sha aritmiya bir xil kechishi mumkin. Ikkalasida ham og'ir kechishi mumkin, ikkalasida ham yengil kechishi mumkin. Shu uchun yosh, jins hech qanaqa aloqasi yo'q aritmiyada. Ikkinchi moment, aritmiyalarni keltirib chiqaradigan sabablariga ko'ra aritmiyalar ikkiga ajratamiz. Bular birlamchi aritmiya. Birlamchi aritmiyalarda biz aytamizki, sababi noma'lum. Ya'ni nima sababdan paydo bo'lishi noma'lum, shuning uchun buni idiopatik deymiz. Ikkinchi turi bu ikkilamchi aritmiyalar. Bularni sababi aniq bo'ladi. Nimadir sabab aritmiyaga olib kelgan bo'ladi. Bularga nima kiradi? Bularga qon bosimi, bularga qand miqdorining oshishi yoki tushishi. Bunda elektrolitlar disbalansi, ya'ni kaliy, natriy, magniy bularni o'ynab turishi, turli xil shamollashlar, yurakning o'zida oziqlanishni buzilish hisobidan paydo bo'ladigan infarkt yoki infarkt oldi holatlari, undan tashqari gormonal o'zgarishlar, sabablar juda turli-tuman. Shu uchun agarda konkret bir sabab topilsa, aritmiya ikkilamchi bo'ladi. Agarda konkret sabab topilmasa, aritmiyani birlamchi, ya'ni sababsiz aritmiyaga ajratamiz. Davolashga keladigan bo'lsak, ikkala turdagi aritmiyalardan почти bir xil davolanadi. Ikkalasini ham davolash usuli dori orqali davolash mumkin, ikkalasini ham operatsiya yo'li orqali davolash mumkin. Faqat ikkinchisini davolashning o'ziga xosligi, birinchi uni sababi davolanadi. Sababi davolangandan keyin aritmiya o'zi davolanib ketsa, aritmiyaga qarshi hech qanaqa davo buyurilmaydi. Agar sababi davolanib, aritmiyasi sababi davolangan keyin ham o'tib ketmasa, taqda bunaqa turdagi bemorlar yoki dori orqali yoki operativ yo'l orqali davolanadi. Shuning uchun aynan qaysi sababdan ko'ra sizda aritmiya paydo bo'lganligini bilishingiz uchun aritmologga murojaat qiling va tekshiruvlardan o'ting. Tekshiruvlarning xulosasiga qarab sizga aritmiyangiz birlamchi yoki ikkilamchi va qanaqa turdagi davo olib borilishi tushuntiriladi.